Taroziga chiqyapti mana. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun biz Surxondaryo viloyati Boysun tumanida joylashgan Boysun chorva mol bozoridamiz. Mana bugun xudo xolasa bozorda sotiladigan sog'in sigir, g'unajin, boqma ho'kiz, semiz ho'kizlar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Mana bunday yomg'irli kun bo'lishiga qaramasdan siz kuzatuvchilar uchun mana bozorda obzorni qilish uchun keldik. Arzimas mehnatimiz uchun bir donadan like bosib qo'yamiz akalar. Bir donadan like bosib kanalimizga obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, Boysun Baraka Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizga qo'shilib olib, uylaringizda o'tirib bemalol chorva mollaringizni oldi sotishni amalga oshirishlaringiz mumkin. Telegram gruppamiz silkasini kommentariy bo'limida qadab qo'yamiz. Boysun Baraka Instagram sahifamiz ham bor. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Qisqa videolarni, qiziq videolarni yuklab borishga harakat qilamiz. Mana Boysun mol bozoriga biya chiqdi. Bu nech pul bo'lyapti aka narxi? 50 deyapman. Nech pul? 50 deyapsiz. 50 ketganingiz o'zingizda kulyapsiz lekin. Ey gap, akamiz 50 deyaptilar, yana kulib qo'yalar. Bu necha yashar bu aka? 8 ga chiqqan ekan. Savdosi ham bo'ldimi? Ha, savdosi bo'lmadi. Mana gap. Taroziga chiqyapti mana. Hayda. Taroziga necha pulda baraka bo'ldi aka bu? 61 ming so'mdan taroziga baraka bo'ldi. Hurmatli obunachilar, like bosib qo'yamiz akalar. Nech kilo? 427 kilo, 61 ming so'mdan baraka bo'ldi. Bundan ko'rsatamiz hurmatli obunachilar. Like ni bosib qo'yamiz. Savdo qilyapmiz aka. Nech pul so'rayapsiz? 18 million? 25 deyapti. Ha, 18 million so'm mana akamiz so'rayotgan ekanlar mana. Ha, mana 25 million so'm bo'lsa ana deyotgan ekan. Nechta? 10 ta suti bor, tamomini desang. 10 ta suti bor ekan. Aka nechta tuqqan? 4-bolasi. Bilmayman aka. 4-bolasi. Bolasi urg'ochi. Ey gap yo'q. Mana akani salomlar bor ekan musofirlarga. Like bosamiz. Aka bozorlisiga necha bo'lyapti? 20 deyapti, mol savdo. Necha savdo bo'ldi? 20 million so'm narxi aytilgan ekan, 16 million so'm savdosi bo'libdi. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi ekan. Barakasini bersin. Bu sotildimi ekan aka? Oldik aka, oldik. Necha pulga oldingiz? 21,5. Ha, mana bozorlisiga akamizga 21 million 500 mingga baraka bo'ldi. Machaga nechinchi bolasi? Birinchi bolasi ekan. Barakasini bersin. Olganga ham sotganga ham. Bunisi nech pul bo'lyapti aka? 20. Ha? 25. 25 narx aytilyapti. Savdosi-chi? 18 million so'm savdosi bo'libdi mana. Bunisi. Aka bozorli sigir necha bo'lyapti? 22 bo'lyapti. 22 ga berilmayaptimi? Bilmayman, dashda yuribdi. 22 million so'mga mana berilmayapti. Aka nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi ekan. Necha baho qo'yapsiz? 30 baho qo'ygan. 30 million so'm narx aytilayotgan ekan, 22 million so'm savdosi bo'libdi, holi ancha bor. Bunisi bo'g'izmi? Dashda yurgan. Bu savdosi necha bo'lyapti? 13 bo'lyapti.
Bu yoqqa keng, mana Instagram bor. 13 million so'm savdosi bo'layotgan ekan. Bo'g'oz qisirligi aniq emas ekan, sut berar ekan, sog'lar ekan mana. Qani bu buzoqlimi? Ha, buzoqli mana. Necha bo'lyapti aka? Bo'g'oz. Ham bo'g'oz, ham mana buzog'i kattagina bo'lib qolgan. Necha bo'lyapti aka? 22 bo'ldi. Mana 22 million so'm savdosi bo'libdi. Bolasi 13-chi kattagina bo'lib qolgan. Necha oylik bo'g'oz aka? 2 oylik. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi 2 oylik bo'g'oz. Yonida bolasi ham bor. Arzonchi mana shu biz. He, gap yo'q aka. Like bosamiz mana arzonchi akalarimiz boysin mol bozoriga. Necha pul savdo bo'lyapti aka? 18 million bo'lyapti aka. Aha. Odamlar 16-17 qiladi ekan. Qaramol balasi bor. 1-5 litr sut beradi. 18 qilmasa bo'lmaydi. Shu odamni yaxshilaman. Aka necha bo'lyapti aka? Aka 20 million deb turibdi. 20 million so'm narxi aytilyapti ekan. 20 million bering deyapti. Siz 18. Siz 18 so'rayapsiz. Gap yo'q, barakasi bersin. Ham so'radim. Yo'q, zo'r. Endi molda egasi biladi-da. 18 top to'sa beraman. Shekan bermang, pam ber. Boring baraka. Boring baraka. Hop. Ertalab mendan yo'chki ko'tarmabdi. Ertalab ham o'zim savdo qildim, yana aka 21 so'radimi? 21 million so'm savdosi bo'libdi. Bolasi urg'och, ha? Bolasi urg'och. Siz necha bilyapsiz? 28 yapmiz. 28 million so'm narxi aytilayotgan ekan. 21 million so'm savdosi bo'libdi. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi ekan. Aka necha pul bo'ldi? O'zolisiga. 23 ga berilmadi. Necha pul deyapsiz aka? 25 million so'm narxi aytilgan ekan mana. Bolasi o'qishchi. 23 million so'm savdosi. Bu ona bola necha pul ekan aka? 32 million deyapsiz, savdosichi. 25 million so'm savdosi bo'libdi, 32 million so'm narxi aytilayotgan ekan. Urg'ochi. Bolasi o'qishchi ekan. Nechta suti bor aka? 12, 13 ta suti bor ekan. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi ekan. Buzoqli sigir necha pul savdo bo'lyapti aka? 17 million 500 ming so'mga berilmayotgan ekan. Bolasi urg'ochimi? Erkak. Bolasi o'qishchi mana yotibdi. Nechinchi bolasi? 6-chi? 6-chi bolasi. Akamizga o'tiradi mana. Buzoqli sigir necha bo'ldi? 22 million bo'ldi. 22 million so'm bo'ldi. Nechinchi bolasi? 5-chi bolasi. Bolasi o'qishchi? Bolasi o'qishchi ekan. Aka bo'lgan joydan ola. Aka necha pulga baraka bo'ldi bu? Buzoqli sigir. 18 million aka. 18 million so'mga mana baraka bo'libdi. Nechinchi bolasi ekan aka buni? Birinchi bolasi aka. Bolasi o'qishchimi? Yo'q, urg'och aka. Bolasi urg'och ekan. Birinchi bolasi 18 million so'mga baraka bo'libdi. Baraka bo'lgan joydan. Arzon bo'ldi mol. Bugun Aka bu tanalar necha puldan bo'lyapti ekan? 11,5 dan bermadingizmi? 11 million 500 ming so'mdan berilmabdi. voy chiqmayapti. Ku organinga. Chiqadi. Aka kanalga Boysun barakaga obuna bo'ling chiqadi aka. Videoni joylaganimizdan borasiz sizga keyin. Yo'q qo'yish kerak. Aka siz necha pul narx qo'yapsiz? 14 ta ma'qul qo'yaman. 14 million so'mdan narx aytilgan ekan. Aka bular necha pul bo'lyapti? 28 million. Mana semiz, g'unajin so'raganlarga 28 million bo'lyapti, ha? Yaxshi. Necha pul deyapsiz? 30 million so'm narx aytilgan ekan, 28 million so'm savdosi bo'lyapti. Semiz, g'unajin. Aka necha puldan bo'lyapti tanalar? 11 dan savdosimi? Necha pul bo'lsa beramiz buni. 12 dan chiqsa sotamiz degan ekanlar aka. Mol qilishga g'unajinlar. Bu necha pul bo'lib qoldi? 13 ko'rib tur. 13 million 500 ming savdosi bo'ldi, ha? Necha pul narx aytyapsiz? Ha? Narx necha pul aytyapsiz? 15 deyapti. 15 million so'm narx aytilayotgan ekan. Mana kachoq g'unajin ko'rsatamiz sizlarga. Semiz. Necha bo'lyapti aka? 15 bo'lyapti. 15 millionga berilmayapti.
Nima deysiz buni? Berasiz? Nech pul deyapsiz? Baba. 18 million so'm narx aytilgan ekan. 15 million so'm savdosi bo'layotgan, lekin osh bo'lsin boqqanga ham. Mana tuxum qo'ysa turadi ustiga. Buni ajin. Buni nima o'tmaysiz 15? Siz sotasizmi, men sotaman. 8 million. Savdosi bo'ldimi? Yegona 25 deyapti ular. Ikkalasini 25 deyapsiz. Savdosichi? 18 18 million 200 ming so'm bo'pti. 25 million so'm narx aytilayotgan ekan. Yosh tanalar mana. Nech pul so'rayapsiz aka? Ekavim 18 bo'ldi deyapti, 17,5 so'rayapti. 18 200 so'radi, 18 deyapti. 17,5 bir joyga ketsin. Aka 17 so'ragan ekanlar. 18 2 savdosi bo'lgan ekan lekin. Bu ho'kizchalar nech bo'lyapti aka? 25 million bo'lyapti. Ikkalasi ha? Ikkalasi 25 million so'm savdosi bo'lgan ekan. Ikkita ho'kizcha. Siz nech pul baho qo'yapsiz aka? 27 million so'm so'rayotgan ekanlar. 25 million so'm savdosi bo'ldi. Hurmatli obunachilar, like bosib qo'yamiz akalar. Savdo bo'layotgan joydan olamiz. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Mana shu savdo bo'lyapti. Bu ho'kiza? Urg'ochi. Ha, urg'ochi. Nech pul so'rayapsiz aka? 95. 9 million 500 ming so'm. Aka siz nech pul deyapsiz? 10 bo'lsa ham ber. Ha, oz qopti mana. 10 million so'm bo'lsa akamiz baraka aytgan ekanlar. O'rtada 500 ming oldin savdo bo'lib turibdi. Maydagina tani. Aka buni nech pul bo'lyapti? Ha, akani tushirmasimiz kerak ekan, mayli. Tushirma deganlar tushirmaymiz. 12. Keling, Eshonboy. Ho'kizingizni olaylik aka, ho'kizingizni. Boshqasi bekor. Aka nech pul bo'lyapti? 16 million 700 bermadingizmi? Nech pul deyapsiz? 18 million so'm narxi aytilayotgan ekan. 17 million qancha dedingiz? 16. Ha, 16 million 700 ming so'm savdosi bo'pti. Mana qishchani. Aka bu qishchalar nech pul bo'ldi? 11 million 200 dan beriladi. Bermadingizmi? 11 million 200 ming so'mdan savdosi bo'pti, berilmabdi. Nech pul narx aytyapsiz? 12 dan bo'lsa baraka degan ekanlar. 12 dan bo'lsa. Aka bu ho'kiz nech bo'ldi? 14. 14 yarim savdosi. Siz nech pul deyapsiz? 16 million so'm narxi aytilayotgan ekan mana. 14 million 500 ming savdosi bo'ldi. Yosh boqma ho'kizlar ko'p ekan. Aka nech pul bo'ldi bu qizcha? Savdosi ha? 15 deyapsiz. Ha, 15 deyapsiz. Savdosichi? Ha, 15 million so'm narx aytilayotgan ekan. 12 million so'm savdosi bo'ldi. Aka nech pul bo'ldi bu qizcha? 13 million so'm savdosi ha? 13 million so'm savdosi bo'ldi mana. Ho'kizchalar ko'p ekan, ko'rsatamiz bugun. Aka ho'kizcha nech pul? 13 million. Bermadingiz. 13 million so'mga berilmabdi. Nech pul narx aytyapsiz aka? 14 million. Ha, 14 million so'm narx aytilayotgan ekan, 13 million so'm savdosi bo'ldi mana aka. Qizcha. Bu ho'kizcha nech pul bo'lib qoldi aka? 19,5? 19 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi. Ho'kiz nech pul bo'ldi aka, ho'kiz? 27 million 500. Ha, 22 million 500 ming so'm Chiroqli gapir, jonli efir ketadi. savdosi bo'libdi. Nech pul narx aytyapsiz? 25 narx aytilgan ekan. Bo'ylari biri 40 atrofida.
Aka bu nechi bo'ldi ekan bu? 22 ya. Savdosi ha? 22 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi. Yoshi qanday buni? 1 yoshdan oshgan. Siz nechi pul narx aytyapsiz? 30 million so'm narx aytyapsiz ekan. Bo'ylari 1.45, 1.5 ga yaqin. Aka nechi bo'lyapti ekan bu? 60dan so'rabdi. Taroziga? Ha, 60 ming so'mdan Oyoqlar nechi bo'ldi? taroziga so'ralgan ekan. Oyoqdan ishlarsa savdo bermoqda. Siz taroziga nechi pul deyapsiz? Aka uni bozorga yashab turadi. Ha, Bozorda chiqqani. bozor chiqqani. Urg'ochi mol ekan, semiz ekan. Osh bo'lsin. 60 ming so'm. Jivoyiga savdo bo'layotgan ekan. Oyoqda savdosi yo'q ekan mana. Aka yigitdan buton bozor kelgan. Aka sen ham qo'ying. Aka siz o'zingiz olib qo'yamiz mana. Aka o kishilar nechi puldan bo'lyapti? Assalomu alaykum. To'talasi nechi puldan? 15 million so'mdan aytyapsiz. Bu chekadagilar 16 million so'mdan narx aytilgan ekan. Kattalar 20 milliondan deyilyapti. To'talasi 15 milliondan savdosi. Aytilishi. Aytilishi ha? Savdosi ham bo'lyaptimi aka? Ha, savdosi ham bo'lyapti aka. Nechi pul so'rayapsizlar? 4 ta bir joyda 12 milliondan savdo bo'lyapti. Ha. Bermayapti. To'rtalasi bir joyda 12 million so'mdan savdosi bo'libdi. Akamiz 15 million so'mdan narx aytyapti. Nechi bo'lyapti ho'kizcha? Voy bu 15 bo'lyapti. 15 million so'm berilmayapti. Nechi pul narx aytyapsiz? 16 million so'm narx aytilayotgan ekan, 15 million so'm savdosi bo'libdi. Semiz sigir mana. 16 ga bermayapti, 16 ga? Qisir bakka boqilgan sigir 16 ga Qisir bo'g'ilgan semiz sigir 16 million so'mga berilmabdi. Aka bu nechi pul narx aytyapsiz o'zingiz? 22 million so'm narx aytilgan ekan. Semiz sigir mana. Semiz sigir so'raganlarga. Aka bu kishilar nechi bo'ldi savdosi? 10 million 500 million bo'ldi ha? Nechi pul narx aytilyapti? Nechi pul narx so'rayapti? 11 dan bo'lsa baraka deyotgan ekanlar. Bunisichi 12 million 900 ming so'm savdosi bo'libdi. 13,5 million so'm narx aytilayotgan ekan. Boqma ho'kiz, yosh ho'kiz ko'p ekanligi. Aka nechi puldan bo'lyapti ho'kizchilar? 13 dan savdosimi? Nechi pul narx aytyapsiz? 16 million so'mdan narx aytilayotgan ekan, 13 million so'mdan savdosi bo'libdi. Yosh ho'kizchilar. Bunisi aka? 12 bo'lyapti. Bunisi 12 million so'm. Mana semiz sigir savdosi bo'lyapti. Aka nechi pul savdo bo'lyapti? 16 million so'm bo'lyapti. Siz nechi pul deyapsiz aka? Siz nechi pul deyapsiz? Men 17 bering deyapman. 17 million so'm bering ekan. 16 beraman deyapman. O'rtada 1 million qolibdi. Men aytyapman, shuni 17 emas 16,5 bersa, men roziman baraka. Mana 16 million 500 ming desa, akamiz baraka deyotgan ekan mana. Ming marta baraka topa, sizdan qo'shimdan baraka topa. Baraka topa. Bo'ladi. Men yorilib 500 ming sizga tushdim. Xudoga qara. Bo'lmasa men 17 ga tursam bo'ladi. Siz jazman bo'lganingiz uchun 500 ming. Jazman yo'q, aka, o'zi bo'lib 100-200 qo'yib olaman. Shoshmang, olaman. Sizni men mana hurmatingizni qilib 500 ming tushdim. Bunisi nechi bo'lyapti ekan? Nechi pul deyapsiz? Bersam sizni 16 million so'm semiz.
Buni ajin narxi aytilayotganiga savdosi yo'q hozir. Savdosi yo'q. Mana bu savdo pishyapti, shu qiziq bo'ladimi deb olib turibmiz hozircha. Ben öğretim ve ötürmekten. 500 bin ayrı bir. Şu boldan baraka topayız. Bütün rahmet amca. Men aka men ham rahmat deyin, siz ham sizdan baraka toping, siz ham rahmat. Birovdan baraka topsun ama. İnşallah baraka toping. Bor baraka. 16'ga bo'lmaydi. O'yladi. O'yladi. Aka mana ular hammasi tomoshabin, ular bitta. Ulardan bitta. Bor baraka. Savdo cho'zilib ketdi. Taroziga olayotgan taroziga ho'kiz bo'lyapti. Necha puldan bo'lyapti ho'kizlar? Savdosi ha? Berilma. 11 million so'mdan savdosi bo'pti, mana berilmabdi. Necha pul deyapsiz aka siz? 13 million so'mdan narx aytilayotgan ekan. Aka qaysi savdo bo'lyapti ekan buni? Necha puldan? 24 million. Ikkalasi bir joyda 12 million so'mdan 24 million so'm mana savdosi bo'lyapti. 24 milyon so'm pul so'rayapman aka ekavun. Aka necha pul bo'lsa deyapti? 25 deyaptilar ya. Ha, 25 million bo'lsa mana ikkita o'qishani baraka deyotgan ekanlar. O'rtada 1 million bor. Akamni chiroyli qilib olib Instagramga bir yaxshi chiroyli qilib ko'ring. Gap yo'q, gap yo'q. Mo'l balang. Vay mo'l balang. Vay nes bo'lib ketadi. Ana ko'zing moda bo'lsalam bordim. 20 milyon moneda aka vay içine. Qo'shni qizdan normalniy hisob kilovatdan to'ch chiqadi. O'rtada 1 million so'm qoldi, savdosi bo'lib turibdi. Sen hali bitta